Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet 26 fevral Şarkı Türkistan'ki kişilik hukuk vaziyeti üstüden müstakil ve etraflık bahalaş ilip beriş lazımlığını bildirgen. Bachelet'nin bildirishicha, uning ishxonasi Bachelet'ning Xitoyni ziyorat qilishi uchun o'rtaq bir o'lcham tepish uchun so'zlashmoqda ekan. Michel Bachelet'ning ishxonasi u va bu vazifaga o'tirgan 2018-yildan burunla Xitoy bilan kishilik huquq oliy komissarining Uyg'ur elini ziyorat qilishga o'rlashtirishini so'zlashib kelgan. Biroq Xitoy oldingi shart qo'yib turib olg'achqa, uning rayonda ziyoratda bo'lishi hozirga qadar amalga oshmagan edi. Michel Bachelet Uyg'ur elida mustaqil va atrofliq tekshirish elib berish talabini Amerika, Kanada va Gollandiya Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishining orqadan o'tirg'a qo'ygan. Birlashma agentligining xabar qilishicha, Bacheletning bayonotchisi Ravina Xitoy bilan Bacheletning ziyoratiga yo'l ochadigan tayyorlik tusidagi texnikalik ziyorat to'g'risida davomli so'zlashayotganligi, biroq bu xil tayyorlik ziyoratining haqiqiy tekshirish elib berishga kafolatli qilishi kerakligini bildirgan. Belgiya Uyg'ur jamiyatining a'zolari va turk ommaviy tashkilotlarining vakillari Belgiyaning poytaxti Brюsseldagi Xitoy bosh elchixonasi oldida yig'ilib, Sharqi Turkistondagi kishilik huquq tafsandachiligi va Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi namoyish o'tkazdi. Taxminan 100 kishi Uyg'urlarga erkinlik, irqiy qirg'inchilikni to'xtat va jazo lagerlari taqolsin degan shiorlarni tovladi. Faoliyatda fransuzcha, inglizcha va gollandiyacha so'zlangan nutqlarda taxminan 3 million Uyg'urning Xitoy tarafidan jazo lagerlariga solinganligi va Xitoyning bu paketlarni xalqaro jamiyatdan yoshirishga urinayotganligi, Xitoyning zulmining irqiy qirg'inchilikqa aylanganligi bildirildi. Türkiye Büyük Birlik Partiyasining raisi Mustafa Destici, Sharqi Turkistondagi zulmlar haqida to'xtalib, Xitoy Sharqi Turkistonda ishg'ol, zulm, qatliam va irqiy qirg'inchilikqa davomlashtirayotgan bir paytda qanday qilamiz, Xitoy bilan urush qilamdiq emasa degan to'g'ri yurakliklarga yoki sotqinlarga qancha qitimlab bergan zarur bo'lsa urush qilamiz degan javobimizga ma'lum yerlardan kelgan inkoslar bizni to'xtatib qo'ya olmaydi. Hammalar sukut qilsa-mu biz sukut qilmaymiz deganlarni qayd qildi. Mustafa Destici 25 fevral Fox televiziya kanalida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlari haqida qayta to'xtaldi. Xitoy bilan bo'lgan tangsiz savdo haqida to'xtalgan Destici, bizning Xitoy bilan bo'lgan tashqi savdomiz 25 milliard dollar. Buning 23 milliard dollariga Xitoydan mal olamiz. Faqat 2 milliard dollarlik mal sotamiz. Ya'ni amaliyotda biz ziyon tortyapmiz. Tashqi savdo qizil raqamining 40% bizning Xitoy bilan bo'lgan savdomizdan kelgan deganlarni bildirdi. Bazıları diyor ki işte Çin'e savaş mı açacağız? Ya gerekirse açarsın. Yani bizim dünyada korkacağımız hiçbir ülke yok. Yaqinqi 10 yilda Xitoyda 10 milliard tonna neft va 6 trillion 85 milliard kub metr tabiiy gaz zapsi bayqalgan. Xitoy davlatlik boylik ministerligi davlatning g'arbiy rayonlari va okeanlarda keng ko'lamlik neft va tabiiy gaz zapsi chorlashning davom qilayotganligini e'lon qilgan. Bayonotga qaraganda 10 yilda bu davlatning necha 100 million tonna neft zapsi bor, 17 neftlik, milliard kub metr tabiiy gaz zapsi bor, 21 gazliq tepilgan. Jami 10 milliard 100 million tonna neft va 6 trillion 85 milliard kub metr tabiiy gaz zapsi bayqalgan. Xitoyning neft va tabiiy gaz zapsining ko'p qismini Sharqi Turkistondagi neftliklar tashkil qiladi. Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Cumhuriyetçiler Partiyasini bir yerga jam qiladigan eng muhim faoliyatlarning biri bo'lgan va bu yil Floridada o'tkazilgan 2021-yillik konservativlar siyosiy harakat yig'iniga qatnashganda Joe Biden hukumatini tanqid qildi. Eron bilan yadro kelishimidan ayrilgan va eng yuqori besim siyosatini yo'lga qo'ygan Donald Trumpning tashqi ishlar ministri Pompeo Biden hukumatining yadro kelishimiga qaytish orzusining intayin xato ekanligini o'tirib qo'ydi. Pompeo mundaq dedi: Biden hukumati Eronni yana qo'shal qilish yo'lida manganda qiladi. Bu Amerika va rayon uchun ofat bo'ladi.